Tak, ovozimiz yaxshi, Xudoga shukr. Hammaga assalomu alaykum. Picasso YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan doimgidek Picasso. Bizda 3-oy 9-mart 2025-yil, ya'ni Weekly Outlook haftalik tahlilni Picasso nomidan chiqarishga qaror qildik va chiqarishga harakat qilamiz. Bugungi analizlarimiz xudo xolasa bir yo'la haftalik analizlar beriladi va hafta davomida nima kutyapmiz ICT traderlari, ya'ni Picasso jamoasi nima kutyapti, Discordda nimalar qilmoqchimiz, shular haqida gaplashib o'tamiz xudo xolasa. Va bugungi Weekly Outlook'imizda bitta o'zgarish bor. Bu o'zgarishga prosta o'zim shunaqa plan qilib ko'rdim. Ya'ni bugungi Weekly Outlook'ga mehmonimiz bor. Mehmon san'atkorimiz Chumoli Trader akamiz bo'ladilar. Birgalikda Picasso YouTube kanaliga kontent olishga harakat qildik. Ya'ni kontent ham qanaqa? Haftalik tahlil. Bu sizlarni o'zlaringga ham va biz o'zimiz uchun ham ancha foydali bo'ladi degan umiddaman, xudo xolasa. Va so'zni Picasso deyman, Chumoli Trader akamizga beraman. Chumoli Trader akamizdan o'sha haftalik tahlil boshlaymiz va birgalikda Picasso и Chumoli Trader akamiz birgalikda haftalik tahlil. Unda kuzatib borasizlar degan umiddaman. Juda ham qiziq bo'ladi. Juda ham gaplar bilan, analizlar bilan, baribir bilim degan narsalar bor, tajriba baribir gapiradi. Birgalikda xudo xolasa yelkama-yelka analiz qilamiz. Xudo xolasa sizlar like, kommentariya и kommentariyaga поддержка Chumoli deysizlarmi, Picasso deysizlarmi, yondirib tashlasanglar, xudo xolasa agar bu analiz naqamiz haftalik outlookimiz agar aktiv bomba bo'lib kommentariyalar yonsa, keyingi haftalik outlookda u odamni atmetga qilsanglar, o'sha odamni majburlab olib kelaman. Azhalik bo'ladimi deydi. Xudo bo'lmasa so'zni Chumoli Trader akamizga beramiz. Aka, assalomu alaykum, Hayotbek aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xursandman Saidxon taklif qilganingiz uchun. Rahmat. Ko'pchilik mani misol uchun endi Chumoli Trader taxallusi bilan taniydi. Agarda mabodo tanimaydigan bo'lsanglar, Instagramga kirib turib yengil yozib oladigan bo'lsanglar chiqadi. Ana marketingni zo'r ketdi. Xo'p. O'zim ismim Hayotullo. Bugun birgalikda xudo xolasa sizlarga yaxshi g'oyalarni berishga harakat qilamiz. Bo'lmasam kuzatishda davom etinglar. Let's go. Let's go. Ketdik unda. Tak, unda bo'lmasam Menimcha Dixwaydan boshlayveramiz, aka, bo'lmasam. Albatta ketdik. Dixwayda Chumoli akamizni Dixwayda nima analiz kutyaptilar, haftalik analiz va men qaysi time framelarga olib beray? Xo'p, birinchi navbatda oylik time frame'ga olib o'tishingizni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Albatta. Tak. Agarda oylik time frame'ga olib o'tadigan bo'lsak, men o'zi birinchi o'ylagan joyim qayer edi? Ya'ni o'tgan hafta o'ylaganimki, mana shu breakerdan narx reaksiya olib turib ketadi deb o'yladim. U baysi o'zgarib ketib qoldi. Shu sababdan hozirgi holatda, demak, narxda o'sishini emas, naborot, biroz muddatga yana ham qulashini kutyapman. Agarda hozir mana shu chartni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda BPR bor. Mana shu yerda. Agarda mana shu BPR test qilganimizdan keyin va mana shu yerdan yaxshigina reaksiya ko'rmaydigan bo'lsak, o'ylaymanki, narxning keyingi harakati 100 gacha bo'lib qoladi. Ya'ni sell side nuqtalar demoqchisiz. Albatta. Bu sell side olsa ham bo'ladi paka. Agarda BPR ushlab bera olmay qoladigan bo'lsa, demak narx tushib ketib qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan. Demak, bizda hozir premium discount tortadigan bo'lsa ham, bizda hozir lowdan highga oylikka premium discount tortadigan bo'lsa ham, bizda hozir narx discount zonaga adashmasam tushdi. Discount zonaga kirib bo'lgan. No, hali normalniy reaksiya ko'rmadik. Katta time frame'da, ya'ni daily time frame'da ham yo'q. Hamma time frame'da уже ya'ni ayiqlarda kuchi balandroq kelyapti, chem buqalarnikiga qaraganda bo'ldi. Demak, xuddi shu narsani ko'rib qo'ysak bo'lar ekan, xo'p. Demak, bizda haftalikka oladigan bo'lsak, bizda haftalikda FVG zona bor. Ya'ni siz shu aytgan BPR zonangizda temporary gap bor. Bilamizki, gap tilloda deyman. Tilloda ishlaverib o'rashna bo'lib qolibman aka. Bilamizki, gap Dixwayda juda ham qattiq naqa qiladi. Bilsangiz, ko'p ushlab qoladi. Buni mendan ham zo'r bilasizku. Gap zonalar juda ham kuchli zona hisoblanadi. Temporary premium discount tortadigan bo'lsak.
Unda xuddi shunaqa. Undan tashqari bu yerda man yetimcha deb qo'yaman. Ya'ni anavi yolg'iz huvillab turadi-da, Overblock qarang-da. Man Da, ko'p ishlataman mana shu terminni. da. Xuddi shu zonayam kuchli zona deb hisoblayman to'g'risi mana shu Overblockni. Demak, O'shaning uchun xuddi shu zonadan da. narxda kelajakdagi hayoti anaqa taqdiri, ya'ni hal bo'lishi mumkin. Da. Xullas shu, boshida aytib o'tganimdek. Biz demak biz faqat bu hafta kutadigan ideyamiz shuki dushanba, seshanba mana shu atroflarda o'ralashib turib bizda haftalik lovni qoldirsa, demoqchi bo'lganingiz haftalik lovni уже qoldirgandan keyin biz уже o'tgan haftani hayiga hujum qilsak bo'ladi. Bo'ladi, agarda yaxshigina reaksiya ko'rsak. Da, chiroyli. Agar reaksiya bo'lmaydigan bo'lsa, mana hozir agarda yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana 105, 106 zonalari Da. narx просто ko'rdim demadi-da, mana shu anaqa lovlarda, order bloklarda yoki bo'lmasam juda ko'pchilik даже men ham kutgan FIG'larni-da. Da. Oylik FIG bor edi. Oylik FIG'da ham umuman mensimadi narx. O'shaning uchun hozirgi siyosiy holatni ham oladigan bo'lsak, menimcha bu haftani kuzatish muhim. Da, meni o'zim ham shaxsiy fikrim bor. Hozir menda ham xuddi shunaqa ssenariy demoqchi bo'lganim. Misol uchun oylikdagi time frame'dagi BPR dedingiz-ku. Misol uchun bu BPRda haqiqatda agar narx ushab qolmasa, men shaxsan o'zim bu sell side deb o'ylayman. Agar bu hafta agar misol uchun shamcha bunday bo'lib yopilib qolsa, bu katta ehtimol bilan sell degani. Juda ham katta ehtimol bilan. Agar xuddi siz aytmoqchi, o'sha shpilka bilan, ya'ni bunaqa bo'lib turib, bizda shpilka qoldirib qo'yib turib, metda misol uchun chiroyli shpilkalar qoldirib bizda narxni naqa qilsa, metda o'zlarimni, voобще chizish qiyin. Men bo'lib shpilka bo'lib qolsa, keyin ag'iga men ketdi deb o'ylayapman, ne bo'lib. Da, xuddi shunday. Demak, bu hafta dushanba, seshanba iloji boricha maksimalni harakat qilib, kuzatishga harakat qilar ekanmiz. Dushanbani bizda menimcha o'ylashim bo'yicha dushanbaligi svecha ko'p narsani hal qilib bersa kerak deb o'ylayapman men shaxsan o'zim. Dushanbani svechasi. Da. Chunki baribir daily time frame bizdagi siz aytmoqchi fairvalue gaplar juda ham muhim hisoblanadi-da baribir. Buni 50% dan bozor reaksiya olishlari, tepada bizda chiroyli FVGlar bor. Temboli bizda buy side bor ekan yana chiroyli. Baribir bilamizki, Amerika bozori baribir Dixway, ya'ni dollar narxini baribir tushirmaydi. Buni baribir fundamental o'ylab qarasa ham yaxshi, men shaxsan o'zim fikrim, narx biz o'ylaganimizchalik pastga tushib ketadi deb o'ylamayman Dixwayda hali berib. Chunki bu menimcha Amerika naqasiga ham dollarga normal ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman agar narx tushib ketsa bozorda. Bu qadrsizlanib qoladi-yu unaqada dollar. Bu degani bu Amerika menimcha bunday narsaga hali Tramp amaki harakat qiladi lekin. Tramp amaki maksimalni harakat qiladi dollarning qadrini ko'tarishga. Da, shuni hisobga olish kerak-da. Misol uchun biz fundamental tahlil qilib qo'yamiz, lekin baribir texnik tahlil qilib qo'yamiz. Fundamental agar naqa qilib qo'ysa, o'z so'zini aytib qo'ysa, biz baribir pant yeb qolishimiz mumkin-da, baribir. Xuddi shunday. O'tgan oylik time frame'ni ko'ramiz ekan. Da, oylik time frame ko'ramiz. Da, Dixwayda bizdagi pakka ideya shunaqa ekan. Oylik time frame'dagi BPRni kuzatamiz va bu BPRga qarab, xudo xolasa kundalik tahlillar seshanba, chorshanba, payshanba chiqadi va kundalik tahlillar davomida xudo xolasa Picasso YouTube kanalidan uzoqlashmasanglar, ko'rib borasizlar va bozor qanday holatda davom etyapti. Unda biz aka yevroga o'tamiz bo'lmasam aka? Albatta. Yevroda ham menimcha deyarli bir xil ssenariy. Da, yevroda ham xuddi shunaqa bizda BPR zona bor. BPR zonadan agar bozor reaksiya olsa, demak, bu zonadan, ya'ni bizdagi sell side zonagacha, oylik sell sidegacha hujum qilib olishimiz mumkin. To'g'rimi? Shunaqa. Reaksiya, yaxshigina reaksiya bo'ladigan bo'lsa. Da, demak biz yana doimgidek bunaqa o'sishdan keyin men o'ylashim bo'yicha ancha-muncha trader menimcha bitta tochkani aytib bera oladi deb o'ylamayman. Bizdagi meni shaxsan fikrim hozircha bilmadim, men o'zim shunaqa o'ylab qoldim. Hozir bizdagi daily time frame'da OBB'dan reaksiya olyapti deb hozir. Misol uchun. Da, OBB plus FVG zonamizdan reaksiya olyapti.
keyingi manzilimiz mani o'ylashim bo'yicha paka xolos bu. Endi bag'i Dixway'da qanaqasiga qaraymiz? FVG ni 50% deb o'ylayapman. Ya'ni bu qizil tochkagacha. Chunki baribir daily time frame'dagi PDR zonalar bizda juda ham kuchli zona hisoblanadi-da. Baribir bu obbini buzib o'tish uchun bozor ancha harakat qilish kerak-da endi hozir. Baribir bu korreksiyadan keyin baribir bizga pastga tushib berish kerak-da. Impulsdan keyin korreksiya bo'lish kerak. Обязательно bizda. Albatta. Da shu korreksiyani biz seshanba, ya'ni dushanba, seshanba balki bu zonalargacha biz naqa ishlashimiz mumkin. Ya'ni bu zonagacha ham o'sha pastki da ishlashimiz mumkin va bizdagi haftalik lowni qoldirib turib bu zonalarda, misol uchun xuddi siz aytmoqchi ko'rganingizdek bizdagi shunda IFV ga tochkaga to'g'ri keladi aka. Da bu zonadan chiroyli nuqta o'sha. Da bu zonadan keyin shpilga qoldirib, ya'ni haftalik FV ga qoldirib, keyin yana buy ketishi mumkin. Ya'ni buy side tochkagacha. Agar Dixway oqib ketadigan bo'lsa, agar Dixwayda fundamentallar bo'lib, yangiliklar agar otib yorib turib, umuman planlarni o'zgartirib olsa, unda boshqa analiz qilamiz, xudo xohlasa. Kundalik tahlil davomida o'zgartirishlar kiritib borilaveradi. To'g'rimi? Demak, bo'lmasam biz communityimiz bilan va Discord communityimiz bilan, komanda bilan kelishgan holda biz paka hozircha shunaqa ideyadamiz. Hurmatli obunachilar. Yevrozida paka dushanba, seshanba vaziyatga qarab bo'lsa sel ishlaymiz. Haftalik FVGni 50% gacha. Va bu fikrga Hayot akam, ya'ni Chumoli trader akamiz ham albatta qo'shilar ekanlar. Tak, unda biz funtga o'tamiz. Funtda ham men to'g'risi hech ko'rmadim. Funtda men prosta bitta naqari yechilishini ko'rdim, bo'ldi, boshqa hech ko'rmadim. Sell side yechilishini ko'rdim. Bo'ldi, men boshqa hech ko'rmadim. O'sha bitta sell side yechildi. Endi bitta narsa ham bor aka. Haftalikka qaraydigan bo'lsak, haftalik svechaga misol uchun men juda ko'p ko'rganman. Haftalik siz haftalik emas, svechalarni o'zi zo'r tushunasiz. Chunki men svechalar bilan ko'p ishlamaganim uchun uncha naqa qila olmayman-da. Haftalik svechaga turishiga necha aka? То есть hozir buzib o'taman deb turibdi lekin. Xuddi Haftalik switchamiz. Xuddi chachib tashlayman deyapti-da. Bu meni ko'zim ko'rishi bo'yicha mo IFV'laring menga g'ishtimamas, mo BPR'laring menga g'ishtimamas degandek qilyapti-da. Bozor seryozni aka. Men shaxsan o'zimga Shunday shunaqa narsa bor. Endichi mana shu zonada juda chiroylik, ya'ni buy uchun agarda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, IFUG shakllanganda chap tomonda e'tibor bering. Da. Mana buzib o'tilgan qayda o'sha zona. O'sha zona, faqat u narsani hozir daily time frame yopib o'tamiz. Mana shu yerda bitta taklifim bor. Agar daily вот analiz qilgan ekansiz o'zi. Agarda daily time frame ni ko'radigan bo'lsak-da, men juda ham oqib ketishini kutmayapman, lekin nimaga deydigan bo'lsangiz, hozirgi holatda GBP USD, Euro USD qaraganda kuchliroq turibdi. O'shani hisobiga lowlarda SMT ko'rgan holatda buy ishlamoqchiman. Ya'ni Euro USD bizda normalniy pastroqqa oqib berishi mumkin, ana shu kutgan zonalarimizgacha. Lekin GU da ozgina SMT kutib turib, unaqaligi juda ham tushib ketishini kutmayman. Xullas. Tak, moitiyaga nima deysiz aka? Misol uchun bizda chiroyli IFV zonamiz bor va bu IFV ga bizga sel ishlagan uzoq kunlar davomida, ya'ni birar oy desa ham bo'ladi. Va narx chiqyapti-da, bizda bu zonani buzib o'tyapti, ya'ni FV ga 50% ni ham buzib o'tyapti. Bizda sell side qoldirib ketyapti, chiroyli sell side qoldirdi. Va bu sell side tepaga chiqib turib PDH ni yechib turib, misol uchun bu PDH ni yechib turib keyingi svecha va oqib sell side, ya'ni FV ga 50% ga narx kelib, plus IFV ga kelib turib, bu yerdan biz SMT oqtarsak, misol uchun bunday qilib, SMT dan keyin agar xuddi siz aytmoqchi zo'r ideya topa olsak, bizga target nuqtamiz juda ham chiroyli nuqta hisoblansa kerak deb o'ylayapman. Birinchi target va ikkinchi target aka. Ikkinchi target bizda baribir FV ga naqasi bo'ladi. Narx bizdagi zonani, ya'ni nimaga bu zona ikkinchi target olinyapti? Nimaga bu bir? Bizda narx likvid zona bor. Bu plus bu zonamiz. Bizda narx likvid bo'lib qolgani va plus daily time frame'dagi PDR zonalar bilamizki juda ham kuchli PDR bo'ladi. Ya'ni qancha katta time frame bo'lsa, shuncha kuchli PDR bo'ladi baribir. Buni yaxshi bilamiz. Birinchi targetimiz bu bo'lgandan keyin обязательно korreksiya bo'lib turib, ikkinchi targetimiz bu bo'ladi. Обязательно agar bu zonani buzib o'tgandan keyin. Agar biz o'ylagandek, misol uchun Dixway
agar oqib ketadigan bo'lsa, biz bilamizki, target market bo'ladi. Market maker modeli bo'yicha. Baribir trendga qaraydigan bo'lsak, trend baribir buy bo'lganda, qarang. Buy bo'lib ketyapti. Va bizda bitta pastga tushib turib, sell side yechyapti-da, MMXM modeli bo'yicha sell side yechib turib, narx impuls bilan tushib turib, bizda SMT berganda beriladi. SMT bo'lib turib, bizda korobka, SMR, korobka, bum. Da, to'g'ri. Da. Ana shuning uchun bitta ideya beraman mana shu yerga. Ya'ni mani fikrim. Seshanba yoki bo'lmasam chorshanba kuni haftalik load yaralishini kutamizda. Da. Ana shunga qarab turib, masalan, savdoga kirsak bo'laveradi menimcha. Da, men xuddi shuni Seshanba yoki bo'lmasam chorshanba. Da, shunga siz ham shuning uchun baribir anchalik tajribangiz bor. Shuni hisobga olgan holda addushi maslahatlashaylik va obunachilarga ham yordam bo'lsin degan maqsadda taklif qilingansiz. Shunga bir maslahatlashib qilsa ham bu odamlar uchun ham ancha nima deydi, yordam ham bo'ladi va dars sifatida ham ketyapti-da. Hozir bozorga umumiy qanday qarash bo'lyapti-da. Albatta hozir agar tushungan odam o'zi uchun juda ham chiroyli dars olyapti-da. Albatta hozir. Xuddi shunday. Da, bu ssenariy bo'lib, balki bu ssenariylar ham bo'lishi mumkin. Bu prosta kuzatish kerak, faqat DXY ni kuzatish kerak. Agar haqiqatda DXY ga mana oldim, agar DXY bu zonalarda market maker sell modeli bo'lib, agar metdagi sell saytlarni yechaman desa, oylik sell saytlarimiz bor. Mana ideal. Agar bu yana impuls bilan tushib turib oylik sell saytga tushadigan bo'lsa, biz o'ylagan narsa, ya'ni daily funtdagi daily tepadagi buy side drone liquidity zonamiz olinadi full. Shunday olib qo'yadi. Da. Demak, bizda paka shu idea. Aka, bo'lmasam odamlarni qiziqtirmaylik, oxirgi da hozir hamma naqada turibdi-da, bilasizmi, hamma nimani kutyapti hozir aka? Gold kutadi. Hausello, Perferello, Mazzarello. Aka, hozir bu hozir ishlanishmaydi, ishlamanglar. Undan bu paralar yaxshi desa ishlanishmaydi. Yo'q, baribir gold kanalingiz beringlar, gold qiziq deshadi-da aka. O'shaning uchun goldga da goldga bitta aka jinni analiz qilaylik oylikdan bo'lmasam, ha? Let's go. Birgalikda nima deysiz? Xo'p, aka, albatta. Men qisqa naqamni aytib ketaman sizga. O'zimning ideyamni va u ideyaga plus o'zingiz ideyangizni bemalol xohlasangiz, menga minusus, menga teskari bo'lsin xohlasangiz, naqa bo'lsin, u o'zingiz fikringizni aytasiz. Menda tilloda paka OB nuqta turibdi va plus FVG nuqta turibdi deyman uchun hozircha. Baribir tilloda men pastga vasha kutmayapman, seriozdan aka, chunki mendagi daily time frame'dagi zonalar chiroyli reaksiya olib bo'ldi, ya'ni bu zonalardan. Haftalikka oladigan bo'lsak, bizda haftalikdagi svechani bitta tomoni qiziq bo'lyapti. Haftalikdagi bu svechadan ideal reaksiya oldi-da va haftalik svecha o'tda go'zal yopildi. Xuddi narigi svecha chiqadi-da, короче, bu bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylayapman. Mana men sizga ko'rsataman. Open low high close deyapsizmi? Da. Ya'ni pastga ozgina yurib turib Da. Ne qilib turibdi, bitta ketadi tepaga. Da, o'sha narsa. Da. Xuddi shu narsani o'ylamoqchiman. Pakamo daily oylikdagi misol uchun bizdagi naqayu mana OB bilan FVG. Men bu yerda vashi kutmayapman aka. Yo'q, bu kutmayapman hali. Da. Endi dailyga oladigan bo'lsak, daily time frame'da misol uchun bu zonamizdan bizda reaksiya oldi, gap yo'q. Ya'ni Engulfing bu Discordda bolalarga naqa ham qilib berdingiz, master class qilib berdingiz Engulfingda. Agar e'tibor bilan o'tirganlar bo'lsa, bu o'ziga juda ham foydali bo'ladi. Bizdagi bu zona. Ya'ni men o'ylayapmanki, dushanba bizda bu zonani yetib turib haftalik low'ni yasab turib, ya'ni bu zonadan men premium discount baribir OT bilan ham ko'p ishlayman, bilasiz. OT tortib ko'rib, narx pastga tushib turib, mana shu zonalardan men buy ko'rmoqchiman, ya'ni tepadagi buy side zonagacha va plus 3000 zonagacha. Albatta. Menda ham shunaqa, faqatgina hozir menda ikkita variant turibdi shu yerda. Xo'p. Agarda kumushga olib o'tadigan bo'lsangiz, mana shu lowlarda kumush bilan SMT bor. Ya'ni kumush, ana e'tibor bering-da. Yechib qo'yganda. Da, e'tibor bermabman-da shunga. Ana shu narsa mana hozir lokal time frame, ya'ni 1 soatlik time frame'larda meni o'ylantiryapti to'g'risi. Aka, dailyda ham ideal bo'pti-da. Qarang, ham SMT bor, ham da bizdagi chiroyli PDR zonalardan reaksiya olgan, mana FVG dan.
O'sha yerdagi FVG'da yaxshi da reaksiya olgan. 50% dan reaksiya olgan va plus bizda SMT berib qo'ygan PDLlarda. Tilloga ham oladigan bo'lsak, tillo ham bizda SMT berib qo'ygan. Demak, bizda dushanba, seshanba, chorshanba full bay ishlasak bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'laveradi. Bay Faqat no deb lokal time beryaptilar. frame'ga olib ko'ring-da. Nimaga olib ko'ring? Lokal time frame. Ну, то есть Misol uchun, tillada. da. Uzr. Voy mazki, analiz qilmoqchisiz o'zingiz. Yo'q, analiz qilmadim. Bu hali Ha, bu eski analiz. o'tgan hafta bergan analizim narxi mettaligida SMR bo'ladi. SMR dan bay deganman. Keyin buni o'tgan hafta narx mayt edi o'tgan hafta berganimda. SMR zonamiz mana da haftalik bu Discordda ham turibdi. Men hozir ko'rsatib ham o'tib ketaman. Qiziq bo'ladi. Xohlasangiz ko'rsatib o'tib ketaman. Bu analiz berilgan Discordda deb. Albatta, keling, odamlarga qiziq bo'lsin. Da, bo'lmasam, chumoli Discordimizga, ya'ni komandamizga kiramiz. Tak, men bu yerlar kundalik tahlil, analizlar ko'rib turganlaringiz juda ko'p tashlanadi bu yerga. O'zimiz savdoga kirganmiz va hozirgi ko'rib turgan zonalar ham mana, ko'rib turganlaringiz sell side, mana SMR weekly FVG deyilgan va ko'rib turganlaringiz o'sha SMR, ya'ni mana bu zona ko'rib turganlaringdek bu zonaga to'g'ri keladi. Sell side, ikkita sell side zonalar deycha va SMR bo'lgandan keyin buy ishlaymiz. Market maker buy modeli bo'yicha korobka deganman va ko'rib turganlaringdek bizdagi korobka va bitta otish qoldi. Ya'ni 2960 50 zonalargacha va plus tepa full tepa 3000. Biz hozircha danni berib kutayotgan edik. Ko'rsatib qo'ydim bolalarga naqasini. Endi 4 soatlikda bizda o zonadan reaksiya oldi. Lekin menda 4 soatlikdagi Mosvecha meni o'ylantirib qo'ydi deb. Bunga nima fikr berasiz? Meni ham o'ylantiryapti-da, mana bu. Tushundingizmi? Men o'shuning uchun ham hozir nima qilmoqchiman? Iloji boricha Londonni vaqti qo'yib yuborish kerak dushanba kuni. Ya'ni hozir 15 minutlikka olib o'ting endi. 15 minutlik time frame'dagi holatni ko'radigan bo'lsak, ko'rdingizmi? Mana shu yerda eng yaqin zonada qattiq qo'llov bor. Ya'ni u zona emas, sal teparog'i. Da. Ну, короче, o'sha yerda deb olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, o'sha zonagacha tushib turib, previous daily low yechgan holatda o'sha New Yorkda masalan tepaga reversal beradigan bo'lsa, ishlab ko'rsa bo'ladi. Agar yo'q, biz xohlagan model yaralmaydigan bo'lsa, dushanbani просто skip qilish kerak edi. Mana o'shandan keyin yengil seshanbadan o'sha qarab urish kerak bo'ldi. Chunki hozir o'sha общий anaqani nima deydi? Konsolidatsiyani ichidamizda hozir, ya'ni bitta diapazonda ishi to'planib turibdi. O'shaning uchun. Da, demoqchi bo'lganingiz, o'sha bu sell saytlar yetgandan keyin, o'sha sekin bizda misol uchun MSS berib, ya'ni bu zonalarda bizda SMT berib, misol uchun hissa qilib aytganda, MSSlar, SMTlar bo'lib, o'sha narxlar chiroyli bo'lib, yana MSS qilib, tanalarni yopilib, короче, ancha tasdiq berib, bu qilgandan keyin biz bu zonalardan ya'ni savdoga kirsak bo'ladi, ko'timizni qisib demoqchisiz endi odamlarga. Da, ya'ni tepalargacha, buy side nuqtalargacha mana shunaqa qilishlarsak bo'ladi. Albatta. Da. Endi ketmasa-chi? Misol uchun hozir umumiy mana shu zonadagi SMTni mensimaydi deb o'ylaylik. Daily OB'ni kutaveramiz. Ya'ni ya'ni men aytmoqchi bo'lganim discount zona, bu zona. Ha, o'sha zona bo'ldi. Demak, bu zonadan biz SMT yoqtirishimiz uchun biz bu yerda SMT yoqtirsak bo'ladi. Hag bilan. Shunaqa. Demak, bu zonaga kelganda hak kuchi yetmasdan pastgacha tusha olmay qolib turib, bu yerda bizda SMT berib qo'yishi mumkin. Bu yerga narx hak tusha olmasdan tillo kuchli qilib narx tushib ketib qolib, tashlab yuborib bu zonani yechadi va sweep qilgandan keyin bizdagi OB nuqtadan reaksiya oladi va ko'rib turganimizdek sweep bo'ladi обязательно. Keyin biz bu zonaga oladigan bo'lsak, mana bu SMT bo'lib qoladi. Keyin bo'lsa kuchli impuls bilan bizdagi ya'ni equal high zonamiz bor. Ko'rib turganlaringdek, equal high zonaga narx impuls bilan otsa, demak, tillo ham orqasidan yetib oladi. Saytxon fantaziyasi o'ta kuchli-da, bor. Shu hali siz o'zi bor, trader emas, ssenarist bo'lishingiz kerak edi. Kino yoki serial yozishingiz kerak. Turib kelib qoladi-da. Misol uchun, hali men SMTni men ko'rmadim-da, o'sha aqaga naqa kelib qoldi, keyin qarasam, ba'zida уже buy side jinnisi bor-da, plus SMT bo'lgani, agar mabodo tushib ketib qolsa ham bizda variant bor-da, o'shaning uchun.
Albatta. Da, O'sha ikkinchi variant shu. da, Boshqa variant yo'q. da. Hozircha ikkita variant bor. Lekin hozircha bizdagi birinchi variant baribir to'g'ri deb hisoblayman, chunki bizda pidrezonadan zo'r reaksiya oldi va shamcha xuddi tepaga ketadigandek reaksiya kumushda tepaga ketadigandek yopildi. Bu degani SMT kuchlilik qilib dushanbani o'zidan bizda misol uchun Vikta 50% dan menimcha o'ylashim bo'yicha Reaksiya bo'lishi mumkin. da bunaqa ssenariy bo'lib qolishi mumkin. Da, shunaqa. Da. Demak, bizda tilloda Xo'p, paket shu mana edi. shu yerga qarang, mana shu tilloda boru hozir birinchi take profit agarda bizada buyga zo'r reaksiya beradigan bo'lsa, masalan qayerda olsak bo'ladi? Где-то 40 diapazonda birinchi take profit. Chunki anu tepadagi order blokni buzishga qiynalib turib bir marta pastga korreksiya berish mumkin-da. Da. Ana o'shandan keyin tepaga ketishi mumkin. Ya'ni bittada buzib yubora olmasligi mumkin demoqchiman. Da. Demak, O'shaning bu uchun haligi da bo'lmasam bizdagi oxirigacha ushlab turaman demasin. da tushundim, ochko'zlik qilish kerak emas Da. demoqchisiz-da. Qisqa qilib aytganda. Albatta. Xuddi shunday. Agar bunaqa qilib ushlab oladigan bo'lsa ham, bizdagi agar bu tochkadan ushlab olsangiz ham, aka, men o'ylashim bo'yicha 300 punkt yomon emas deb o'ylayman. OB-gacha. Ideal. Da, demak, misol uchun 1% risk qilgan odam metgacha misol uchun 1 ga 5 ushlaydigan bo'lsa, misol uchun 1 ga 3 ni yopib turib, qolganini full to'pa qilib, misol agar baqa qaytib kelsa narx men afsuslanmayman desa, full to'pa qilib turib, keyin buy side ushlasa bo'ladi. Ya'ni fix qilgan holda. Xuddi shunday. Da. Demak, bizda bugungi ideyalar shular edi. Hozircha funt, yevro, ya'ni DXY uchovsiga analiz bo'ldi va ketiga tilloga analiz qilindi va pastga tushib ketsa nima qilinadi va agar shu yerda hozir SMT ko'rdik va bu yerdan reaksiya olib bozor tepaga otsa, demak qaytishiga impulsdan keyin обязательно impuls bo'ladi. Impulsdan keyin korreksiya bo'ladi. Korreksiyasida xudo xolasa birgalikda bosamiz xudo xolasa va kundalik tahlillar ham ketiga chiqadi. Ideal bo'lib, mart oyi juda ham kuchli oy hisoblanadi va bozor juda ham zo'r yuradi. Men o'zim shaxsan juda ham ko'p kuzatganman va o'tgan yili martda ham bozor juda ham zo'r yurgan va o'tgan yili martda men birinchi payutimni qilganman, ya'ni 3% birinchi payutimni qilganman. Shuning uchun harakat qilish kerak, to'xtamaslik kerak. Chumoli trader akamizga ham katta rahmat aytib qolamiz. Maksimal iloji boricha 1 soat emas, qisqa, zo'r analiz qilib tushuntirib o'tib ketishga harakat qildik. Tayyorgarliklarsiz, ya'ni shunday bozorda ochib, brat shunaqa iltimosnomalar bilan kirildi, bosildi. Oldindan 2 soat, 3 soat tayyorgarlik yo'q, hamma yo'q. Bizda realniy bo'ladi, bilasizlar. Duduqlansa ham realniy bo'ladi. Va biz shundan bilib olsa bo'ladi, tayyorlanmagan. Bo'lganda o'zi tushunib olsanglar bo'ladi. Sirazi tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, bolalar tayyorgarlik ko'rmabdi desanglar bo'ladi. Bizda tayyorgarlik bo'lmaydi. Oldindan gaplashishlar yo'q. Men ssenariy tuzib o'tirilmaydi. O'qib o'tirib aktyorlik qobiliyatimiz yo'q. Biz shunday kiriladi, bozor tars bo'ldi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa Picasso YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Inshaalloh hali yangiliklar ko'p bo'ladi. Hammasi sizlar uchun vaqtimizni sarflab harakat qilyapmiz. Bular hammasi sizlar uchun. Xudo xolasa Chumoli trader akamizdan bir og'zim Picasso obunachilari uchun yaxshi tilaklar so'rab qolamiz va so'zni akamizga beramiz bo'lmasa. Albatta, nima ham derdik endi, Picasso obunachilari, hammanglarga omad, ko'rgan kuninglar faqatgina TP bo'lsin, ya'ni take profit bo'lsin. To'polmanglar. Mana men sizlarga eng yaxshi tilagim. Traderga nima deb tilak bildirish. Только TP deydi-da. Только TP-da. Faqatgina TP olganinglarda ham Chumoli Premium Discord kanalida TP-da olinglar, sog' bo'lasizlar. Birgalikda. Uzr, saytxon reklama uchun deb qo'y. Ana marketing deb qo'yaptilar. Ana marketing endi. Gap yo'q. Bo'lmasa hammaga rahmat. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Hammalarga Allohga omonat sizlar. Sog' bo'linglar.